Assalomu alaykum qizlar. Men sizlarga buni bergandim, esinglarda bo'lsa. Endi buni beraman. Hozir bittasini faqat ko'rsatib beraman. Keyingi varollardan ham, bundan ham har bittasidan bittadan ko'rsatib beraman, xo'p? Tak, qaranglar. Qo'liga keldik, eng qiyinini ko'rsatib beraman. Tak, bularni men nimaga chizdiraman? Chunki figura chizganinglarda xohlagan qo'linglarni chizib olishinglar uchun. Qaranglar, qanaqa qilamiz birinchi. Mana birinchi o'sha yo'nalishni topib olamiz. Bu bizga yordam chiziqlar. Mana yordam chiziqlar orqali mana qaranglar, bitta bunday qildim. Keyin ikkinchisi mana bu частьimizga teng. Bu yerda berilmagan nomaslarga aytib o'taman mana. Buniki va buniki. Hozir sizlarga ko'rinyaptimi? Tak. Qaranglar. Mana endi uni ichidagilarni bo'lishni boshlaymiz. Ozgina kerak chiziqlarni o'chirib tashlaymiz. Shu qayerda nima joylashganini bilamiz. Mana buniki. Bunda tak, bunda bu keyin keldi bu yoqqa. Tak. Bana birinchi barmoqniki. Tak, ikkinchi barmoq. İkinci bilan uchinchi birlashib ketgan ekan. Bitta alohida barmoq. Shunda bu bilan bu ketyapti hozir. Endi qora ruchka bilan sizlarga detallashtirib beraman. Qaranglar, ketdi. Qora ruchka bormi? Yoki qizilda qilaman, yo to'xta qizilda qilaman. Keldi. Mana joyi, mana barmog'imiz. Mana bitta qaranglar. Birinchi bu qo'rqinchli ko'ringani bilan unaqa qiyin narsa emas. Mana bitta bizani liniyamiz turadi. Buni qalam bilan qilamiz. Mana bu tarafdagi bu yerda, bu tarafdagi bu yerda turadi. Uni o'rtasidagi chiziqlar mana. Bitta, ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisi. Bitta mana suylarimiz bor, mana ko'rsatib bergan. Tak. Ketyapti. Mana ochilgan versiyasi. Bu. Mana tirnoq. Mana bu aylana joyi. Bu yerda buni aylana joyi ekan. Buni o'rtasida bu. Mana bu yana bitta tirnoq. Tak. Bu yerda ikkinchi, uchinchi barmog'imiz, bitta to'rtinchi barmog'imiz. Bularniki bu yerda joylashgan. Bitta mana birinchi qo'l. Shunda mana bu uchli bo'ladi. Mana. Mana bu chiziq. Ketyapti. Shunda bizda yordamchi chiziqlar mana bu. Bu. Mana. Tushunarlimi qizlar?
Bu ichidagi eng qiyini. Bularni ham xuddi shunaqa olasizlar. Mana shu yordam chiziqlardan foydalanib, buni bunga tenglashtirasizlar, buni bunga tenglashtirasizlar, buni bunga. Men ham hozir masalan buni bir-biriga solishtirib ketdim. Mana buni chizdim deb bu pastroqda ekan. Keyin bu teparoqda ekan. Mana ketyapti, ko'rdinglarmi? O'shanaqa ana qilib ketdim. Mana bu yordam chizig'imiz mana bu yerdagi bizani mana bu joylarimizni topishda yordam beradi. Bo'ldi. Keyingisi bu edi. Tak, bunda men bu barmoqlarni ko'rsatib beraman. Bu juda ham oson. Men buni ko'rsatib beraman. Bu ham juda oson. Ichida bitta mana shu eng qiyini hisoblanadi. Keyin bu, buning uchun o'shalar hammasini topish oson. Buni ham qanaqa qilamiz? Qaranglar. Bunda ham yordam chiziqlarni bunaqa qilib chizib olamiz. Mana to'g'riga nisbatan olaman. Mana aylantirdim. Biz ko'z bilan ishlab ketyapmiz-da hammasini. Buni sal kattaroq chizib beraman. Mana qaranglar, bunga bu teng. Mana bu chastimizga bu barmog'imiz chasti teng. Shunda biz hozir mana bunaqa qilib chizib olamiz. Birinchi. Keyin mana bu joyi, bu joy. Faqat skeletini ishlab olamiz hozir, keyin detallashtiramiz. Skeleti deganda nima qayerda joylashganini topib olamizda hozir. Mana boyagidan kelib chiqqan holda mana bu joylarni topamiz. Mana bu joyi, keyin mana bu qo'l. Ko'rdinglar, общий obraz уже darrov tayyor bo'ldi. Mana bu aylanib ketgan. Endi buni ozgina o'chiramiz. Qaranglar, qizillik jukamni oldim. Ketdik. Tak, bu to'g'ri. Men bundan kelganning sababi bu уже orqaga ketyapti-da. Orqada mana bu orqamiz bor-ku, to'rtburchak o'shanga ketyapti, o'shaning uchun. Keyin bu bitta, ikkinchisi. Hozir men sizlarga qizil ruchkada qilib berayotganim sababi sizlarga ko'rinsin davomini bitirma. Tak. Sizlarga shuni qaranglar, mana bu joyni. Qo'lim uchib ketdi. Tak. Mana bu yerda. Bu yerda, mana bu yerda. Shunda mana bu joyi. Mana bittasi, bitta ikkinchisi ekan. Bitta uchinchisi ekan. Shunda buni uzunligi barmog'i, keyin kelyapti ikkinchisi, bu uchinchisi. Keyin buni soyasi ketyapti. Bitta, ikkita va uchinchisi tagida qolyapti. Mana aylanib. Mana tagida. Mana to'g'ri kelyapti. Bu yo'lga, bu yo'lga to'g'ri kelyapti. Mana tagiga kirib ketyapti. Tak. Uchinchisi mana bu chiziqqa to'g'rilayapmiz. Olamiz. Bitta qo'shilgan yarmida. И потом bu. Bu. Tak, shunda qaranglar. Mana bu soya ketyapti.
barmoqni tagidagi soya. Mamutdagi yana ikkinchi soya ketyapti. Tak, mana bu chizig'imizga, mana bu chizig'imiz. Keyin mana bu uchinchi soyaniki. Tak, mana bu mana tirnog'i. Mamutda ham mana tirnog'i ketyapti. Bu yerda ham tirnoq. Bu yerda ham soya bor ekan. Tak, bu. Mana bu bitta часть, bu yerda bitta часть. Shunda bu tirnoqga kiryapti. Bu soya tagidan. Shunda mana joyi. Mana. Sha. Shunda mana bu ketyapti-da, bu meniki kelyapti. Mana. Bu ham tushunarli deb o'ylayman. Mana buni bunga tenglashtirib ishlaysizlar.